Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuş kılışımız. Qaynamızda diqqatinglar ekranımız olsun. Xitay tecavüzçileri mescid çekişini Xitay ülkelerigacha umumlaştırmakta. Bugün ijtimoiy uchur vositasi tarqalgan sinlardan oshkorlanishicha Xitoy tajovuzchilari Sharqi Turkistonda ijro qilgan masjid cheqish, masjidlarning shaklini Xitoycha uslubga o'zgartirishdan iborat dinga qarshi razil siyosatini Xitoy o'lkalaridami umumlashtirishga boshlagan. Ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sinlardan ma'lum bo'lishicha Xitoy doiralari islom dinini xitoylashtirish plani bo'yicha Xenan o'lkasi Shangcheng shahriga joylashgan 600 yillik tarixga ega Nandun masjidining gumbaz va munarlarini chaqib, Xitoycha uslubda yasab chiqqan. Bu masjid Yuan sulolasining oxiri va Ming sulolasining boshlarida selingan bo'lib, masjid va uning munarining yasalganiga 600 yildan oshgan. Xitoy tajovuzchilari yana Qinghai o'lkasi Jianjia nahiyasi Kangyang bozoriga selingan Kangyang masjidining munar va gumbazini chaqib, Xitoycha uslubda bezashga majburlagan. Xitoy yana Gansu o'lkasi Linsha Tungan avtonom oblastining Jishishan, Bao'an, Dongxiang va Salar avtonom nahiyasiga joylashgan Kezang masjidining munar va gumbazlarini chaqib o'tgan. Bu masjid 1920-yili selingan ekan. Xitoy armiyasi 4 yo'nalishdan Tayvanga yaqinlashdi. Dovi xabarlari to'rining bugungi xabarda bildirilishicha Xitoy armiyasining aeroplanlari 4 yo'nalishdan Tayvanga yaqinlashgan bo'lib, Tayvan taraf ko'p qatim ogohlantirish signali tarqatgan. Tayvan erkinlik vaqt gazetining xabarida bildirilishicha uchish va radio xotirasiga asoslanganda Tayvan havo armiyasi bugun atigan radio signali orqali 1 soat ichida 16 qatim yiroqlashish signali tarqatgan bo'lib, Xitoy armiyasi Tayvanning g'arbiy-janubiy havo bo'shlig'i, g'arbiy havo bo'shlig'i, Shimoliy havo bo'shlig'i va g'arbiy shimol havo bo'shlig'idan yaqinlashgan. 17-sentabr atiganda Tayvan armiyasining xabar qilishicha Xitoy armiyasining suvosti paraxodiga qarshi charlash aeroplanidan ikkisi 16-sentabr Tayvanning g'arbiy-janub havo mudofaasi bayqash rayoniga kirganligini e'lon qilgan. Tayvan armiyasi yana suvosti paraxodiga qarshi ikki aeroplanning uchish masofasini va Tayvan harbiy aeroplani tortgan suratlarni e'lon qilgan. Undan boshqa Amerika Tashqi ishlar ministrligining maslahatchisi Kes Kerach tunugun vakillar o'mikini boshlab Tayvanni ziyorat qilgan bo'lib, bu ahvol Xitoyning qattiq noroziligini qo'zg'agan. Bugun Xitoy davlat mudofaa ministrligi bayonotchisi Ren Gochang bayonot e'lon qilib, bugundan boshlab Xitoy armiyasining sharqiy urush qismi Tayvan bo'g'oziga yaqin joyda amaliy jang manevri qiladi. Bu Tayvan bo'g'ozining navbatdagi vaziyatini hal qilish va Xitoyning egilik huquqi va zamin butunligini qo'g'dashda yo'l qo'ygan qonunliq harakat degan. Ringochang bayonotida yana Tayvan masalasi Xitoyning ichki ishi, hech qanday tashqi kuchning aralashishiga yo'l qo'yilmaydi. Har qanday davlatning Tayvan masalasiga aralashishi o't bilan o'ynashqanlik deganlarni bildirgan. Xitoy Sharqi Turkistondagi qurilish turlarini davomli kengaytmoqda. Atalmış Şinjan gazetining xabarida oshkorlashicha irqiy qirg'inchilik va bostirish siyosatini davomli kuchaytirayotgan Xitoy yana bir tarafdan bu yil Sharqi Turkistonda 81 yangi turda qurilish boshlagan. Yangidan boshlangan qurilish turlari Tiznab daryosi Momoq suvchilik tuguni qurilishi, Oqsuv Aral temir yo'li Turpan aerodromini o'zgartib kengaytirish turi, Xotan 750 kilovoltlik transfer motor punktining sig'imini oshirish, kengaytirish qurilishi qatorliqlarni o'z ichiga oldi ekan. Buningga chetilgan umumiy selinma 176 milliard 682 million so'mga yetadi ekan. Oldingi yildan boshlab davomlashayotgan turlar ichida Aratash suvchilik tuguni qurilishi, Cho'ngtash suvchilik tuguni qurilishi, Golmot Korlu temir yo'li, Altay Ko'kto'qay Sharqi Jo'ng'ar temir yo'li, Urumchi aeroportini o'zgartib kengaytirish qurilishi qatorliqlarni o'z ichiga oldi ekan. Mazkur xabardagi Oqsuv Aral temir yo'li alohida diqqat tortgan bo'lib, Xitoy Sharqi Turkistondagi eng cho'ng qumliq Taklamakan qumliqi Xotan bilan Oqsuv o'ttirisiga 2002-yildan boshlab diviziyani asos qilgan Aral shahrini qurishga boshlagan. Bu o'ringa maxsus Xitoylarni o'rinlashtirib, Sharqi Turkistonning janubiy rayonini xitoylashtirish planini mush yerdan boshlagan. Aralda yer osti suvi mo'l bo'lib, bir qancha metr ko'lislar tatliq suv chiqadi. Xitoy 10 necha yildan beri Aralga Xitoylarni zo'r ko'lamda o'rinlashtirib, cho'ng shahar qurib chiqqan.
Xitoy Aral shahrini oqsuvga tutashtirish orqali Xitoy ko'chmanlarini har qaysi joylarga yerlashtirish planini qo'laylashtirish maqsadiga yetmoqchi bo'lganligi mo'ljallanmoqda. My fourth point this morning is about China. As you know, well, maybe you don't know, but some of you know that for Amerika Avam Palatasida Uyg'urlarga munosabatlik yana 2 qonun loyihasi muzokara qilinmoqchi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Amerika Avam Palatasi kelar hafta Xitoyning Sharqi Turkistondagi majburiy emgakka selish qilmishiga aloqador qonun loyihasini muzokara qilmoqchi ekan. 18 sentabr Amerika Avam Palatasi raisi Nancy Pelosi palata a'zolarining kelar hafta Sharqi Turkistonda ishlangan mahsulotlar va majburiy emgakka selishga aloqador 2 turli qonun loyihasini muzokara qilganligini, buning birisining import cheklamasiga aloqador, yana birisining Amerikadagi korxonalarning ta'minlash zanjirini oshkorlashiga aloqador ekanligini bildirgan. U bu haqda to'xtalib, agar biz savdo manfaatimizni deb Xitoydagi insoniy huquq masalasini tilga olishni rad qilsak, dunyoning har qanday bir yerida insoniy huquq haqida so'z ochadigan barliq axloqiy nupuzimizdan ayrilib qolamiz deganlarni ta'kidlagan. Xitoyning Sharqi Turkistondagi majburiy emgakka selish qilmishlari xalqaroda kun tartibga kelgandan keyin Amerika hukumati bu dushanba bir qism Xitoy mollariga qarata 5 turlik import cheklamasi e'lon qildi. Xitoy doiralari bo'lsa 15 sentabr tez sur'atda atalmish oqtoshliq kitobni e'lon qilib, Sharqi Turkistondagi majburiy emgakka selish jinoyatini inkor qildi. Amerika ovozi to'rining xabarida ko'rsatilishicha, Nancy Pelosi xonim tilga olgan qonun loyihasining birisi bu yil 3-oyda 10 necha palata a'zosi birlashib sungan Uyg'urlarni majburiy emgakka selishni to'sish qonun loyihasi. Yana birisi bo'lsa, o'xshashli bu yil 3-oyda sunilgan Uyg'urlarni majburiy emgakka selishni oshkorlash qonun loyihasi ekan. Karşınızdaki adam bu soruyu kabul edecek bir insan değil. Ben hiçbir zaman hayatımda Mao'cu olmadım. Mao büyük bir devrimcidir. Lenin gibi, Atatürk gibi çağımızın en büyük devrimcilerinden biridir. Ama biz kendimizi hiçbir zaman Mao'cu diye adlandırmadık. Toplama kampları, eğitim kampları. Biz Dünya Uyghur Qurultayıning sobiq raisi Rabia Qadir xonimdan bu haqda savol so'raganimizda, u o'zining 11 bolasi borligini, navbatda bolalari, kelinlari va nevaralari bo'lib, jami 36 kishining Xitoyning nazorati ostida ekanligini, singlisi Arzugulni 2017-yili Kuchadagi lagerda qiynab, urib o'ltirayotganligini, Kucha o'tir maktabda 30 yil o'qituvchi bo'lgan ochisi Zo'kranimi qatnash voqeasida qaslab qarg'u qilib qo'yganligini, inisi Mehmetni turmaga elib ketib palach qilayotganligini, hozir 47 yoshga kirgan o'g'li Abdukimning ayrim holda 9 yil, 7 yil, 3 yil turmada yotganligi, yana eng oxirgi qatim lagerda 3 yil yotganligini va lagerdan palach holda chiqqanligini, hozirgacha o'ylanmaganligini bildirdi. Qolgan bolalari va nevaralarining 2017-yili lagerga elib ketilib, oxirida 2020-yili Xitoy o'zlarining tashviqoti uchun va Rabia Qadir xonimiga qarshi so'ziltish uchun lagerdan elib chiqilganligini, buni Xitoy ishlagan videodan ko'rganligini, 2015-yildan buyon ta hozirgacha bolalarining ovozini telefonda bo'lsa-mu anglab boqmaganligini, faqatli Xitoy ishlagan videoda ko'rganligini bildirdi. Kuzatuvchilar Dov Pakkur Lutfi Oflazning Independent Turkcha to'rida yozgan Xitoy mikrobi, Xitoy virusi va Xitoy paras Dov Pekinchak nomli maqolasida uni to'limi yaxshi sifatlaganligini bildirishmoqda. Amerika Xitoyga qarshi Hindistonni qo'llaganligini bildirdi. Dovi xabarlari to'rining 18 sentabrdagi xabarda bildirilishicha, Amerikaning yuqori darajalik amaldorlari Xitoy Hindiston chegara to'qinishida Hindistonni kuchli qo'llaganligini bildirdi. Xabarda qayd qilinishicha, Oqsaroy amaldori Hindistonning Xitoy tajovuzchilik harakati oldida namoyon qilgan qattiq pozitsiyasi kishini ilhomlantirdi. Xitoy Hindiston chegara tirkishida Amerika Hindistonni kuchli qo'llaydi deganlarni bildirgan. Hindiston axborot organining 18 sentabrdagi xabarda bildirilishicha, Amerika prezidenti Donald Trumpning muavin yordamchisi Oqsaroy Davlat bexatarlik kengashining Janubiy va O'rta Osiyo ishlari bosh raisi Lisa Curtis Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi to'qinish masalasini tilga olgan. U so'zida ikki taraf nuqtasini aytganda Xitoyning yaqinqi Hindiston bilan amaliy kontrol liniyasidagi harakati Amerika Hindiston strategik sheriklik munosabatining muhimligini texmo kuchaytirdi. Butkul krizis mezgilida Amerika Hindistonni kuchlik va keskin qo'lladi.
Shubhisizki bizning hamkorligimiz texmi yaqinlashdi. Biz Hindistonning Xitoyning tajovuzchiligi oldida qattiq va mas'uliyatchan pozitsiyasidan ilhomlandik deganlarni bildirgan. Diqqat qilishga arziydigini shuki, Kurdiston burun Amerika tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi o'zining Xitoy Hindiston chegara talash tortishiga aralashadiganligini ko'p qatim o'ttirg'a qo'ygan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Amerika tarafining so'ziga norozilik bildirib, Xitoy bilan Hindiston chegarasiga munosabatlik mexanizm va aloqa yo'llari bor. İki taraf nurg'un qatlamlarda ko'plagan aloqa va suhbatlarda bo'ldi. Hamda chegara masalasini tinch hal qilish yo'lida tirishib Boshqa davlatlarning buyruq qilishining hojati yo'q. Ularning aralashishini qabul qilmaymiz. Bu rayon tinchligi va muqimligiga ziyon yetkazadi degan. Amerika hukumati Undidar va TikTokni chekladi. Yaqindan buyon xalqaro zo'r bas-munozaraga sabab bo'layotgan Undidar va TikTok haqida Amerika hukumati rasmiy qaror oldi. Kundalik xabarlar gazetining 18-sentabrdagi xabarda aytilishicha, Amerika hukumati 20-sentabrdan boshlab Undidarni rasmiy man'iy qilish haqida qaror olgan. Xabarda bu qarorning elinishidagi eng muhim sababning davlat bexatarlik masalasi ekanligi aytilgan. Xabarda aytilishicha, mazkur qarorda Undidarni man'iy qilish bilan birga TikTokmi man'iy qilingan. Ammo TikTokni man'iy qilish buyrug'i 12 noyabrdan boshlab kuchga ega bo'ladigan bo'lib, bu muddatgacha mazkur appni ishlatishga bo'ladi ekan. Amerika Savdo ministrligining ministri Wilbur Ross bu haqda so'z qilib, agar biz aytgan bir qism bexatarlik tadbirlari bu appga o'rnatilsa, buning davomli ishlatilish ehtimolligi bor degan. Wilbur Ross bu haqdagi yozim bayonotida o'zlarining Amerika prezidenti Donald Trumpning ko'rsatmasi bo'yicha Xitoy rejimi davom qildirayotgan Amerika xalqining xususiy uchurlarini to'plash qilmishini cheklash, Amerikaning davlat qimmati va demokratiya qimmati tushunchalarini qo'g'dash uchun bu tadbirning e'linganligini alohida ta'kidlagan. Xabarda aytilishicha, Undidar va TikTokga o'xshash ko'plagan applar iste'molchilarning uchurlarini to'playdigan bo'lsa-mu, bu ikki app boshqa applarga o'xshamaydigan holda Xitoy rejimining kontrolligida bo'lg'achqa, hukumat har qachon uning sonliq ma'lumot ombiriga kira oladi ekan. Dal mushu sababdan bu applarni tushirgan hamda Amerika tuprog'ida yashayotgan har qanday kishining xususiy uchuri har vaqt Xitoy kompartiyasining ixtiyorida bo'ladi ekan. Dunyoda Xitoy virusi bilan yuqumlanganlar soni 30 milliondan oshdi. Dunyo miqyosida Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlarning soni 950.628 dan, yuqumlanganlar soni 30 million 356 mingdan va salomatligi yaxshilanganlarning soni 22 million 46 mingdan oshdi. Dunyoda Xitoy virusining markaziga aylangan Amerikada Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar soni 202.213 ga, yuqumlanganlar soni 6.874 mingga chiqdi. New-York shahrida maktablarning o'qish boshlashi yetarli darajada tayyorlik qilinmaganligi sababidan ikkinchi qatim kechiktirildi. New-York shahar boshlig'i Bill de Blasio dushanba, ya'ni 21-sentabr o'qish boshlashi plan qilingan maktablarning kechiktirilganligini, 29-sentabr boshlang'ich maktab bolalarining to'liqsiz va to'liq o'tir maktab o'quvchilarining bo'lsa 1-oktyabrda dars boshlaydiganligini uqtirdi. Braziliyada yaqinqi 24 soatda 829 kishining jindan ayrilishi bilan Xitoy virusi sababidan jami jindan ayrilganlar soni 135.031 ga, yuqumlanganlar soni bo'lsa 36.303 kishi ko'payib 4.457 mingga chiqdi. Meksika Sahiyya ministrligi yaqinqi 24 soatda 201 kishining Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganligini va jami sonning 72.179 ga chiqqanligini, o'xshash vaqtda 3182 kishining yuqumlanishi bilan 684.113 ga chiqqanligini e'lon qildi. Ispaniyada yaqinqi bir haftada 419 kishi Xitoy virusi sababidan jindan ayrildi va jami son 30.407 ga chiqdi. Ispaniya Sahiyya ministrligi yaqinqi 24 soatda 11.291 kishining yuqumlanganligini va jami sonning 625.656 ga chiqqanligini e'lon qildi. Portugaliyada navbatda jami jindan ayrilganlar soni 1888 ga, jami yuqumlanganlar soni 66.396 ga chiqdi. Hindistonda yaqinqi 24 soatda 1174 kishining jindan ayrilishi bilan Xitoy virusi sababidan jami jindan ayrilganlar soni 84.404 ga chiqdi. O'xshash vaqtda 96.424 kishi yuqumlandi va jami son 5.214 mingga chiqdi.
Marokashda jindan ayrilganlar soni 1717 ga, jami yuqumlanganlar soni 94504 ga chiqdi. Afrika qit'asidagi davlatlar ichida bugungacha Janubiy Afrika Jumhuriyatida 15772 kishi, Misrda 5715 kishi va Aljeriyada 1714 kishi jindan ayrildi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shundaqla program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.